Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga biletim bor, bilasizlar. Faqat Amerikada bo'lishim kerak. Andijondan Amerikaga sayohatni boshladik. Zaporojda. Jinnimisan, haqiqatan hayolparast ekansan, boshqa ishing yo'qmi deysizmi? Boshqa ishim yo'q. Hozir meni o'zimni ishim shu. Xudo xolasa boraman. Qayergacha borishim qiziq emas. Borgim kelyapti, boryapman. Ota-onam, akam faqat poddeshkada turadi. Shuning uchun qolganlarning gapi menga unaqa u darajada muhim emas. O'zbekistonning nomidan, Andijonning nomidan emas. O'zimni Instagramimni obunachilarimga chiroyli kontent qilib berish, obunachilarimni ko'paytirish maqsadida yo'lga chiqyapman. Xudo xolasa, bizda hozircha ikkita muammo bor. Bittasi pul tomondan, ikkinchisi viza tomondan. Pul tomonidagi muammolarni har doim homiylar tomonidan bartaraf qilganmiz, bu safar ham bartaraf qilamiz. Viza tomondan bilmayman. Allohga tavakkal. Vizani bu safar yo'l-yo'lakay bilamiz. Keyingi sayohatlarimizga yaxshigina saboq olsak kerak deb o'ylayman. Zaporoj, Andijondan qaysi davlatgacha bora oladi? Kommentariyga yozib qoldiring. Zaporojda qanaqa zapchasini olib olaylik. Hadovoylarni, motorlarni bir qator ko'rsatamiz. 10 kun u yoq bu yog'ida sayohatimiz